Assalomu alaykum, Mebelchi kanalimizning hurmatli obunachilari, do'stlar, qadrdonlar, barchalarga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Bugun ko'ryapsizlar, juda katta showroomga yetib kelganmiz. Mana shu joyda qiz chiqarmoqchi bo'lganlarga sonliq javonlarda optim ishlab chiqarish joyidamiz. Do'stlar, xudo xolasa qilinayotgan ishlarga dahshat gap so'z bo'lishi mumkin emas. Usta akamiz bilan gaplashdik. Mana shu joyda turgan sonliq javonlarga katta skidka bo'ladi. Juda ham arzon narxda berib olaman deyapti. Bundan tashqari Tojikiston, Qirg'izistondan ko'rayotganlar bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarga ham dastlabki xizmatlari bor, yetkazib beriladi. Xudo xolasa do'stlar, ko'ryapsizlar, shunchaki san'at asariga aylantirilgan sonliq javonlarni mana shu joydan topsanglar bo'ladi. Bu yerda har xil 3 talik, 4 taliklari bor ekan. Agar siz bir dona olmoqchi bo'lsangiz ham bir donani o'zini ham olsanglar bo'ladi ekan. Mana shu javonini atiga 600 ming so'mga olsanglar bo'ladi ekan. Afishaga 600 ming so'm deb bekarga yozib qo'ymaganman. Xullas, ko'ringlar, mana MDFdan, akrildan har xil rasvetkalar, har xil assortimentlari mana shu joyda bor. Bittadan laykni bosinglar do'stlar. Layk bosish qiyin emas, jalq emas. Ustaning mehnatlariga bosib qo'yinglar. Bizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bitta qo'llab-quvvatlab boringlar. Mana shunaqangi arzon narxda sonliq javon olaman deganlarga mana shu videoni jo'natib qo'yishni ham tavsiya qilamiz. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar do'stlar, bugungi video roligimizni boshladik. Hurmatli obunachilar, bu usta mana shu joyda o'zlari kesib chiqadi. Mana roverlari bor, katta sex. Optimga ishlamoqchi bo'lganlarga ham mana shu joyni tavsiya qilamiz. Bu yerda undan tashqari kromka bosadigan, PVH kromka bosadigan apparatlar bor. Mana Xitoydan keltirilgan, juda ham katta apparat. Mana shu joyda bosib o'zlari ishlab chiqaradi. Bosilish jarayonlari mana shu joydan kirib ketadi. Narigi tomondan tayyor holatda chiqadi. Mana shu joyni bitta ko'rsataylik. Mana do'stlar, PVH kromka bo'lib tayyor holatda chiqyapti. Bu yerda mana katta sex, yana bir isbot, juda katta partiyada ishlab chiqariladi. Ikkiga mana bu tomonda ham juda ko'p ishchilar bor, xudo xolasa. Xo'p, O'zbekistondan tashqari Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, Qozog'istonlarga mana shu holatda upakovka holatda chiqib ketadi. U joydan olmoqchi bo'lganlar ustaga telefon qilaverasizlar. Katta sexdamiz. Mana shu joyda polni ishlab chiqarilyapti, xudo xolasa. Kimga nechta kerak bo'lsa, mana shu joyda imkoni bor. Do'stlar, bugungi video rolikni boshladik. Usta Ne'matullo aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, sizga charchamasdan. Charchamasdan rahmat. Xudo xolasa aka, sexingizni boshdan oyoq ko'rsatib chiqdik. Katta sex, ishlab chiqarish ko'lami juda ham keng. Xo'p, aka, nima qilaylik? Sex adresi bilan yetkazib berish xizmatlarini aytib qo'ysak. Bizni sex ustaxonamiz 80 metrda joylashgan, Andijon shahar bo'ylab dastlabkasi tekin. Boshqa viloyatlarga kelishiladi. Ularga kelishiladi. Yarim narxi u ham unaqa baland bo'lmaydi, xudo xolasa. Sababi ishimiz sotilish maqsad. Qo'shni davlatlarga ham chiqarib beriladi. Ularga ham po'g'obga qilib, chiroq qilib kargoga olib beramiz. Bitta gapingizga maza qildim. Bugun katta skidka qilib beramiz, narxlarni arzon qo'yib beraman dedingiz. Xo'p, aka, birinchi qaysi biridan boshlasak? Mana shulardan boshlayveramizmi? Shular turistik fason, eng oxirgi fasonlar shular. Turistik fason, xudo xolasa, ishlar chotga chiqqan. Yaqadigan, xudo xolasa. Bitta ena ikkita to'shak g'adiyoni bilan olyapti hamma. Bitta enasi ikkita bolasi. High-tech fason bular. Hozir bular 3 talikda, to'g'rimi aka? 3 talik. Misol mana bu yerda ko'proq anaqa ekan, 3 taliklarga o'taylik. Mana ular 3 talik misol. Ikkita bolasi, bitta enasi, guli bir xil. Ha. Ikkita kichikroq, o'rtada bitta katta. Mana shu 3 tasi bitta. Xudo xolasa, ochilishlari ham yaxshi, mo'llarni yaxshisidan qo'yganmiz. Kromkalar ham shu o'zimiz sanoda bosilgan. Sanoda bosilgan. Bu joyda endi har xil fasonlar bor ekanda, aka, endi ko'rinishi bir xil ekan-ku, deyarli bu gullarida, shunaqa narsalarda farqi bor ekan. Ashtaqa, uka misol guli har xil. Xohlagan gulda chiroq qilib beraveramiz. Bundan ham ko'p assortimentlar bor. Gulini Telegramda misol gaplashib tashlab beraveraman. Yoqtirganini xudo xolasa yo'lda qilib olib beramiz. Mana bunaqa lekin oddiy, juda chiroyli chiqqanlari ham bor ekan. Krashinniy, guli skromniyroq. Bular hammasi MDF aka? Bular MDF, 100% MDF bular pashti. Hozir beti tayi 3 tasi necha metr joyga tushadi aka? 3 metr joyga rosa chiroyli holatda tushadi 3 tasi. 3 tasi 3 metr joyga tushaveradi. Narxi necha pul qilib beramiz? Narxi mashlarni
o'zi 2 millionga qadar sotyapti. 17 qilib beramiz. Hozirgi Ramazon aksiyasi yo'lida bo'ladi, xudo xohlasa. 1 million 700 ming 1 so'm. million 700 ming so'm. 1 million 700 ming so'mga bitta, ikkita, mana shu Uchta. uchtasi 1 million 700 ming so'm do'stlar. Ustiga telefon qilaverasizlar, xohlagan ko'rinishda chiqarib beradi, ranglarini ham o'zgartirib qilib beraveradi. Xohlagan rangida qilib beraveramiz. Bular Toshkent fasoni bular, 3 taliklar. Bular ham shularli. 3 taliklar. Mana shular eng hadavoy ketayotgan shular hozir. Libon mebelga tushaveradi. Bularni ikki eshik ochiladi bolachalari. Bu ikki tomon. O'rtada polkalari bor. Endi bular materiallarga afzal qilingan ish. Endi materiali fabrikniy akril materialda bo'lgan. Oldi akril bular. Oldi akril, tepa taglari MDFga. Tepa tagi endi. Buni har xil rasvetkasi bor. Misol, o'ni ko'k sveti bor, oqi bor, kalishnivysi bor, kul rangi bor. Hamma rangdagisini qilib beramiz. Hozir mana shu turishi nechi pul aka buni? Bular 2 million 300 ming so'm shahar ichi dastlabkasi bilan. Uchtasi. Uchtasi 2 million 300 ming. 2 million 300 ming so'm. Bu Toshkent fasoni. Shu Toshkent fasoni sal kattaroq ishlangani bor. Ichi chuqurroq degani mana shu uchovi. Yoni eni 50 roq. Yo'q, uzun, bu chuqur, ichi chuqurroq buni. Ichi chuqurroq. Ha, ichi chuqurroq. Chuqurroq. Toshkent fasoni o'zi 60 sm bo'ladi. Bu bo'y chuqurroq qilib 70 sm qilib qo'yilgan ichini. 70 sm. Buni ham har xil guli bor mana. Keshik ochiladi bu ham. Buni ham endi aka gullarni tanlayveradi. Ha, xohlagan gulida qilib beramiz. Gullar chiqarib beradi. Bunimiz nechi pul endi aka? Bunisi 2 million 200 ming so'm buni. Katta bo'lgan bilan buni materiali farq qiladi. Materialda farq bor, ha? Materialda farq bor. Bu oldi ham MDF, buni oldi akril. Akril, ha. Shu yerda farq bor. Ha, bo'ldi, tushunarli, gap yo'q. Buni 2 million 300 ming so'm dedik uchtasini, buni 2 million 200 ming so'm dedik. Endi bu tomondagi mana ular MDF'liklari bu jo'roq yuradi akrilga nisbatan. Bular 2 million 100 ming so'm shahar ichi dastlabkasi bilan bu ham. Bu 2 million 100. Ha. Ash materialni farq qiladi. Buniki oddiy MDF, bularchi fabrikniy akril material. Endi 200 ming 200 ming farq qiladi. Narsa qilinadi, tanlanishiga qarab. Aka, mana hozir mana bu MDFda 2 million 100 deyapmiz. Shuni tagida akrilligi turibdi. Ha, bu ham 2 million 300 ming so'mlik. Buni bo'lakcha rangi. Rangi 2 million 300 ming. Rangi bo'lakcha. Mana ranglari ham bor ekan mana. Ma'lumotchilarga bu rangi ham bor. Ha. Bu ranglari ham juda chiroyli chiqibdi. Tepadagi qorasi, tagidagi seri svetlari. Yana bular uka Farg'ona tomonlar misol 4 tali oladi. Sonda javon 2 ta bola. Buni javonlari ham bor, o'zi bilan bir xil bo'ladi hammasini. Buni 4 taliklari ham bor. 4 taligi ham bor. 4 taligi 3 million 200 ming so'm bo'ladi uka. 4 taligi. Xullas, mana uni katta javoni bor. Mana javonlari. Ha, katta javon. Ikki ochiladi mana. Ashi o'zi bilan bir xil bo'ladi. Sonda javon 2 ta bo'ladi. Ko'proq Farg'ona tomonlar asha Asaka, Quva 4 tali oladi. U tomonlar ko'proq 4 tali oladi. 4 tali oladi. To'shak ko'proq qilishadi ular. Hozir 4 tali deganda o'rtadagidan 2 ta bo'ladimi aka? Ha, kattasidan 2 ta oladi, bittasi javonli bo'ladi. Ha, bittasi javon. Keshi ochiladigan bo'ladi. Ha, bitta sondiq, bitta javon bo'ladi. 2 ta to'shak yig'adigan bo'ladi. 2 ta to'shak yig'adigan tumbasi bo'ladi. Bular nechi pul dedik? 3 million 200 ming 4 taligi. Uchtasi 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 ming so'm. Uchtasi. 3 tali. Endi hozir buni ham har xil ranglari bor ekan. Rangini har xili bor. Tanlash imkoniyatlari bor ekan. Misol sizga telefon qilyapti, shu menga deyapti, bitta mol o'zidan kerak deb bo'lsa ham sotish imkoni bormi? Bor. Agar sondada o'zi deydigan bo'lsa, sondada o'zi bir donasi akril materialli bo'lsa 900 ming so'm bo'ladi ekan. Mana oddiy MDFli bo'lsa 800 ming bo'ladi. To'shak yig'adigan ham xuddi shunaqa. Akrilli bo'lsa 800 ming, oddiy MDFli bo'lsa 700 ming bo'ladi. 700 ming. Donasi. Mana turist fasonlardiki bolachalari 600 mingdan bo'ladi donaga. Mana bu bir donasi 600 ming bo'ladi. 600 ming so'mdan bo'ladi donaga. Enasi 800 ming buni ham. Misol, o'zi 3 tali olgan arzonroq tushadi. Aslida 3 tali olsa arzon tushadi. Ha, 3 tali bo'lsa jo'roq bo'ladi. Endi baribir haligi kimdir mana bu sondig'ini o'zini olaman deyishi mumkin. Bo'ldi. Kimdir sondiq mana to'shak yig'adiganda menga 2 dona kerak deb olishi mumkin. Shunaqalarga ham baribir qator. Bo'ldi. Chiroq qilib beramiz, xudo xolasa. Yana bitta fasoni bor, Andijon fasoni yuradi, bu jo'roq yuradi. Bu 2 million so'm uchtasi. Bu o'zimiz Andijon fason. Ayoqlari sal prosto bo'ladi. Toshkent fasonlar gulli bo'ladi ayoqlari. Taylarda farqi bor ekan. Mana tayda gulli bo'ladi. Bularda prosto bo'ladi. Bularimiz 2 million 2 million shahar ichi dastlabki qilib beramiz. Bu ama katta ichi chuqur buni. Bu katta bu. Andijon fason ichi chuqur yuradi. To'shak yig'adiganlari ham katta. To'shak yig'adiganlari ham katta ekan, gap yo'q. Endi sizda
1.700.000 mingdan 2.300.000 mingga, to'rttaliklari 3.200.000 minggacha bor ekan. Xudo xolasa Telegramda gaplashsangiz chiroyli. Bundan ham ko'p assortimentlarimiz bor. Tashlaymiz, yoqtirganlarni chiroyli holatda, endi aytilgan muddatdan kech qolmagan holatda chiroyli qilib yetkazib beramiz. Sababi biz o'zimizni hunar bu. Endi sizda mana shuncha tayyori bor ekan. Telefon qilib qolsa, shunday olib borib berish imkoni bor ekan. Toshkent, Samarqand, Navoiy, O'zbekistonning 12 ta viloyatiga ham xudo xolasa yanimizga anaqa bor. Pitakka olib chiqib, o'rab chiroq qilib yetkazib beramiz. Shopirda ham arzonroq gaplashtirib beraman o'zim. Gap yo'q. Xudo xolasa aka, telefon raqamlaringizda Telegram, WhatsApp bor. Bor, Telegram. Chetdan ko'rayotganlar ham Xudo xolasa chiqsa, maqsad chiroyli holatda insonlar ko'nglini olish, ham o'zimizga insofdan chiqmagan holatda ish qilish. To'g'ri, endi hozir oldingi videolarimizga qaraganda bugungi narx ancha arzon bo'ldi aka. Arzonroq. Gap yo'q. Xo'p, Ne'matilla aka, yana nima gapimiz qoldi aka? Xudo xolasa telefon qilsin, chiroyli yetkazib beramiz. Gap yo'q. Ular o'zlariga tushadigan, tufli qo'yadiganlari ham bor, o'ziga tushadigan. Qaysini olsa, patinga qo'yadigan ashrasetkasini o'zim tashlayman. Oladiganlarga. Olmoqchi bo'lganlar. Olmoqchi bo'lgan va komplet qilib olishadi, patinga qo'yadiganlarni ham chiroyli qilib, o'zi bilan bir xilda qilib beramiz inshaalloh. Gap yo'q. Ne'matilla aka, katta rahmat aka. Do'stlar, telefon qilaverasizlar, ustaga bemalol cheklanmagan miqdorda chiqarib beradi.